rejasi deymizmi buni biz bir necha yildan beri tayyorgarlik ko'rdik. Hayajon bor, ozgina. Ya'ni eng avvalo pedagoglarni uyg'otishga harakat qildikki, bugun chunki bu shunaqa bir g'alati stereotip savollar bo'lardi. Men ta'limga borganimda o'sha Gilerga, Usmenskiy, boshqa ta'lim muassasalariga borganda ko'p o'quvchilar, hatto o'qituvchilari ham biz shu televizorga chiqaring, biz konsertimizni efirda ko'rsatsin deyishadi. Aytaman, bugun internet hamma imkoniyat o'zinglarda turibdi. Mana kontent qo'yinglar, har kuni qo'yinglar deb 7 yilda endi uyg'ondi bular aslida bu tizim 7 yilda endi uyg'onyapti. Hali uyg'onni ham deyolmayman. Sir qolaversinlar. Hozir hayajonni shuna deyapman.